Bormi? Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun pol podval ishlab chiqarish yoki boshqa oshxona, tikuv sexi, учебный sentr yoki dispetcherlar, ya'ni katta ofis qilishga, bankda ofis qilishga ham zo'r joyni topdim arendaga. Mana shu dvorimiz, domimizning dvori 9 qavatli domlar. Xiaomi'ni, eski Xiaomi'ni hozirgi Firdavsi bilan Gagarinni kesishmasida joylashgan, burchakda joylashgan Novostroyka. Ana shuni podvalni ko'ramiz. Tashqaridan ham eshigi bor. Hozir devor tomondan kiradigan eshikdan boshlaymiz. Mana bu podyezdimizga kiradigan eshik. Bu tomonda domlarga kirib bo'lamiz. Bizlar ko'radigan joy mana bu joy. Alohida eshigi bor. Xodimlar uchun alohida kirish, chiqish eshigi qilib foydalansak zo'r bo'lar ekan. Xo'p. Pol podval to'liq ta'mirlangan. Mana bu joyimiz ham akaga tegishli. Hozir mana shunaqa holatda turibdi, lekin mana bu narsalarga e'tibor qilmaymiz. Mana bu yerlarni ham ko'rsatib o'ting. Qarang, mana bu joylarni yana bitta sanuzel, yana bitta oshxonacha qilsa bo'ladi. Chunki mana bu zinani tagiga joylashgan, hammasi akaga tegishli. Suv zapaslari ko'rishingiz mumkin. Suv zapasi bor, suv olib kelingan kanalizatsiyalar bor. 3 fazalik elektr quvvatini olib kelganlar mana. To'liq 3 ta fazamiz bor, to'liq hujjatlari bor. Ya'ni ishlab chiqarishiga ham bemalol to'g'ri keladigan joyimiz. Boshladik. Mana bu joyimizni akamiz oldingi ijara olganlarga eshikni yopamiz. Mana bunaqa sharoitcha qilib berganlar, qo'l yuvish, mana bu yerda o'tirib ovqatlanish qilib, ya'ni xodimlarga dam oladigan zona qilib berganlar. Xo'p, to'liq teplый pol, operator kiring. To'liq teplый pol. Xo'p. Gilam, ya'ni palas tashlangan. 175 kvadrat. Skvoznoy planirovka, bu tomon mana derazalar akvaplast, dvorga qaralgan, bu tarafimiz esa katta ko'chaga, ya'ni Gagarin ko'chasiga qaralgan. Hozir buni kaliti yo'q ekan, o'shanga ko'rsata olmaymiz. Xo'p, mana shu yerdan ham bitta ko'rib o'tsak bo'lar ekan. Xo'sh. Qorong'i bo'lib qoldi Samarqand shahrida. Qarasho. Akvadan qilingan derazalar, to'liq kafel qilingan polimiz, lekin teplый pol. Elektr montajlar, internetlar, har joyda включатель, rozetka va har bitta xonaga alohida interneti simi borgan ish qilib to'liq sharoitlar bilan arendaga beryaptilar. Xo'p, mana bu tomondan bitta ko'rsatib o'ting. Bitta mana bu shkafni ichini ko'rsatib o'tamiz. ikkita liniya, qarang, ikkita liniya Wi-Fi olib kelingan. Mana bu teplый polning kollektorlari, ya'ni interneti kuchini 2 barobar qilib qo'yganlar akamiz. Bu tomoni endi xohlaganingizcha ishlasangiz bo'ladi. Konditsionerimiz bor. Mana bu joyda yana nasoslarni menimcha yashirgan akamiz. Shunday, nasos, teplый pol va boshqa uskunalarni shu yerga yashirib qo'yganlar. Hammasini chin ko'ngildan o'zlari uchun qilgandilar, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra arendaga berishga majbur bo'ldilar. Yana arendaga beryaptilar. Hozir mana shu tomon ham, mana shu videoda ko'ringan hamma joy akaniki bo'ladi. Ikkita eshigi bor. Ko'cha tomoniga qaralgan ikkita eshigi bor. Birinchi katta eshigini ko'rdik. Xo'p. Mana bu poyabzal qo'yadigan mebelchamiz. Mana bu ikkinchi eshigi. Ya'ni zinadan tushib bu eshikdan kirsa ham bo'ladi, katta eshikdan kirsa ham bo'ladi. Va sanuzelimiz hojatxonamda tahorat yuvinish xonasi qilib ishlatamiz. Mana bu joyimizni yana bitta oshxonacha, ya'ni ko'chaga chiqadigan dimoxod bor, o'sha yerda qilib ishlatsak bo'ladi. Zo'r joy, arendaga dahshat joy. Ya'ni katta ofis, bank ofisi yoki учебный sentr, oshxona, sex, ishlab chiqarish, klinika va hokazolarni bemalol qilsak bo'ladi. Samarqand shahar Gagarina hamda Firdavsi kesishmasida joylashgan. Shunda yaqinda Karimbek restorani yoki Oblsvet deydi. Oblsvet shunda yaqinda joylashgan. 9 qavatli pishirishdan qilingan binomiz. Pol podvalida 175 kvadratda hamma sharoiti bilan arendaga beryaptilar. $1000 so'ralayapti. Mana bu ba'zi joylar suv bosib shunaqa bo'lgan ekan, buni joyga qo'yib ta'mirlab beradilar. Qiziqanlar tezda aloqa chiqamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.